Ochiqni aytaman, Baxtiyorjon, realniy maza qilmaganda pul bersa ham o'tib bermagan bo'lardi. Maza qildim. To'g'ri qilingan brending biznesga qanday ta'sir ko'rsatdi? Buni Denaroma misolida ko'rib chiqamiz. Ibrohimjon aka, biz brending xizmatimiz sizni qaysi muammongizga yechim bo'ldi? Asli aytmayman, juda ko'p muammolarga yechim bo'lgan. Ayni gaplarni aytaman, ya'ni flyer chiqartirsam ham, vizitka chiqartirsam ham har bittasida alohida dizaynga pul to'lardim. Eng yomon tarafi nimada? Hammasi har xil chiqqan. Hech qaysi birida mukammallik yo'q. Unisi bunisi bosma kimdandir ko'chirib qilib beradi. Ayni Jon brending agentligiga yo'nalgandan keyin biz brendimizni qilib berishda hamma joyda o'zimizga xos bo'lgan dizayn, o'zimizga xos bo'lgan formatda chiqarishni boshladik. Eng yomoni har safarga qilingan dizaynlardan mijozlar chalg'iyotgan. Qachoniki Jon brending agentligi yagona usul qilib bermagunga qadar. Buning uchun Jon brending agentligi rahbari Baxtiyorjonga alohida rahmatimizni aytamiz. Yoqqanidan xursandmiz. Ibrohimjon aka, bu xizmatimizni boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Albatta tavsiya beraman. Mukammal dizayn, ishonchli brend qurishni xohlasangiz, Baxtiyorjonga murojaat qilinglar.